Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men mashhur bol. Sizlar bilan bugungi videoda shu kerak emas edi. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan bugungi videoda qishloq haqida bo'lmaydi. Bugungi videoda bolalar qishloq topish haqida video bo'ladi. Mana muqarrarlar mana kompyuterga bir qilib ishlab chiqarilgan. Mana narsa 2 3 4 5 6 7 mana shu narsa chiqdi. Narigi uydan bo'lsa, mana narigi kompyuter uydan bu narsalar chiqdi. Mana 3 ta non, 6 ta nima edi? Xullas, ashu keyin 15 ta 8 oyoqli narsasi. Endi bugungi videoda qishloq topish videolar bo'ladi. Qishloq topish videosi. Bugungi video qishloq haqida bo'ladi. Xo'p, bu qishloqda qanday topdim? Bu qishloqda mana chiqqanda manaka kirasizlar. Manaka kirib turib yana bosasizlar. Manaka 1 2 3 ta xil yozsanglar bo'ldi, o'sha men hozir turgan qishloq chiqadi. Keyingi qishlog'imiz robot degan qishloq. Mana kichkina rda robot. Mana deb yozasizlar, keyin mana buni bosasizlar. Mana joyda paydo bo'lasizlar. Sizlar ham mana bu yerda qanday topaman qishloq desanglar, mana bittasi bu yoqqa qarab turib, bittasi bu yoqqa. Xullas, keyin shunday mana tirilib, shunday yurasizlar. Oldinga suvli joy chiqadi. Tepa shunday ko'tarib chiqqanlarda mana buni uyi mana bitta, 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. 9 ta gina qishloqmi desanglar yo'q bor. Bu 2 talik qishloq. Bu qishloq deyiladi. Buni 9 ta uy, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta uy. Kaçtayım? 12 ga 10 nariyadagi 9 ta uyni qo'shsa